Oilaviy hayotda romantika yo'q deydiganlarga shoirning mana bu misralarini o'qib bermoqchiman. Farsh, kartoshka, sabzi, bolgarskiy, yog', tomati, mevalar va kefir. Shoir bu yerda ma'no ko'chishini ishlatgan va sog'inch, sevgi tuyg'ularini unga yetishmayotganligini ifodalamoqchi bo'lgan. Bunaqa she'rlar ko'p. Mana non un kefir. Bumaga detski salfetka degani bor. Menga eng yoqadigani juda ta'sirli misralar. Agar sevgan qizingni otasi senga bermasa, hech qisi yo'q. Bir oy siqilasan, 2 oy siqilasan o'tib ketadi. Undan ham yomoni otasi bersa-yu, to'ydan keyin qizni xarakteri o'zgarsa, u hayotingning oxirigacha yeydi-ku seni. Hammaga xayrli kun. Bu oila tili darsi va bugungi darsimizning mavzusi abukanko. Oila tilidan o'zbek tiliga bu rahmat, boringizga shukr deb tarjima qilinadi. Mana bu so'zlar esa boshim egilguncha ta'zimdaman degan ma'nolarni anglatadi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr.